Hada gapirib qo'ying sirli gaplardan. Nima oldin olsa? Maskaz yo'li chatayjanda. Men oldin mana shu taraf bu mayog'im o'ldiysa oldin tarafimda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 2020-yil 4-iyun bugun 4mi? Iyul. Masjidning ichini shu olganda sho'r chiqmasin deb maqsadda dezinfeksiya qilyapmiz. Azot bilan yuvyapmiz mana. Bu yerda bir buchoq azotli suv qilib qo'ydik. Taylari ham sepib ko'ring, taylari. Zo'radan turib olsang, men peshanadan turib olmasdan. Uzoqdan tushyapti o'zi. Qani uzoqdan? Men olsam buni olmasdan tayanib yetishim kerak. Voy, ishlayotganda olishing kerak mana qo'lda. Qara, buni ko'ryapsanmi? O'tandaroqqa. Koronavirusni biz mana oldindan dezinfeksiya qilib qo'yapmiz. Masjidimizga odamlar kelsa, biz o'sha devorlarimiz dezinfeksiya bo'lgan bo'ladi. Bu suv ko'rinyaptimi orqasida qancha qoldi ekan? Bu tugadi. Ha? Bitta monga yetam kim yapadi? Bir sira olib borib chiqing dedi. Bir sira olib borib chiqing, keyin yana orqasidan chiliblatib berib chiqamiz. Bir sira menda yedirib olaylik. Yo'q. Qilasan. Yaxshi ust chiqarib, o'zi menga unaqasi tegdi. Maskami? Shunisi kerak-da. Aytdim, maska olish kerak edi. Allohning uyiga kelib gunohlarni yuvishga harakat qilinglar, savob ishlarni qilib. Suv oz qolganda menga bering, men ham qilay. Qilasan, shuncha joy turib chiqadi. Katta bittan beramiz. O'chir uni. Onim? Katta